Penaltilar seriyasidan bosimli yo'qligi Jahon chempionati shukuhi. Ha. Hech narsa yo'qotilmaydi degan. Rondon to'pning oldida Solaman hozir deyapti. Abduvohid esa qaytaraman deyapti. Va 1-0 Venesuela oldinda. Ha, Ne'matov boshqa tomonga tashlandi, Salomon Rondon esa boshqa tomonga zarba yo'lladi. Tajriba o'z so'zini aytdi. Otabek Shukurov kelsa kerak birinchi. Ha, menimcha shunday. Jamoa sardori zarba yo'lladi Venesuelada ham. Bizda ham Otabek Shukurov menimcha mas'uliyatni o'z zimmasiga olsa kerak. Yo'q, Iskandarov ekan. Iskandarov. Chap oyoqda tepadigan futbolchimiz boshlab berishi. Lekin Neftchida penaltilarni u ijro etadi. Bunga ishonamiz. Biroz hayajonli birinchi bo'lib gol o'tkazib borganimiz ayniqsa. O'zi aytgan shekilli men boshlab beraman degan. Xo'sh. Zarba va gol. Biroz qaltis ammo lekin sovuqqon zarba bo'ldi. Burchakka aniq. Qo'rqib turgandim. Jose Contreras yana yo'nalishni topib, o'zi o'yin mobaynida ishlatdi-ku, olmas ekan bu darvozabonni. Shunaqa yana to'pni egallab olsam ham olmas ekanda. Olmas ekan. Shunaqa olmas bo'laversin. Bizga takroriy lavha namoyish etilyapti. Hayron bo'lmang, 2-1 hisobida oldinga chiqib olmadik. Va endi Ne'matov katta sahnaga chiqishi kerak. Yoki mana bu futbolchi noaniq zarba yo'llashi kerak. Luis Gonzales zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi. Qaytaradi Abduvohid. Yachi To'sin. Hop, yo'nalishni topdi, ammo yeta olmadi. Luis Gonzales ham kuchli zarba yo'llagan ekan, xuddi Iskandarov kabi. Teparmikan o'zi? Boya aytildi. Ha, boya ikki raqamni ko'rsatayotgandi. Sheriklardan biriga berdi. Sal qolibdi. Biz ham wow deb baribir ikkinchi bo'lib tepish biroz bosim yuklaydi. Xayrullo aka, boya aytdingiz-ku, birinchi bo'lib tepganimiz ma'qulroq edi deb. Chunki hisobda ortda boryapmiz hozir. Lekin vaziyatni o'nglashimiz mumkin. Sherzod Temirov kuchli zarba yo'llamoqchi. Hop, darvozabonni bu tomonga ag'dardi. Olmasni. Olmas ekan. Qaytara olmas. Doim kulib turadigan Abduqodir Husanov, O'rozov kayfiyat yomon emas, lekin biroz hayajon sezilyapti. Qattiq tepadigandek keldi. Ha, shunaqa tuyulgandi menga ham. Endi Iroq chempionatini yondiryapti Temirov, ancha tajriba to'plab qo'ydi. Bejiz terma jamoa libosida harakat qilmayapti bu futbolchimiz. Va endi jamoaning eng zo'r futbolchilaridan biri Ne'matov katta sahnaga chiqish kerak. Bu eng zo'r futbolchi emas, Sosa Carlos. Sosa. Chapaqay. Sosa. Sosa. Bilardik. Yasha. Senda shu qaytarish asosi borligini bilardik. Sosan teskarisi asosi. Ne'matovdan chiroyli seyv. Abduvohid baribir chiziqdan chiqib ketmadimi? Seriyada o'z so'zini aytadi. Yo'q, joyida. Barchasi joyida. Sosa Carlos. Endi esa Ashurmatov rosa gol urmoqchi bo'ldi. Goldan qaytadi. Va qahramon ham bo'lishi mumkin. Burilish nuqtasida turib. Ruhiy ustunlik biz tomonga o'tdi. Ashurmatovga nisbatan bosim kamroq. Ikkinchi bo'lib tepishni yaxshi tomonlari ham bor. Jose Contrerasga qarshi Rustam Ashurmatov. Tanishtiramiz uni. O'zini ham tanishtirib qo'yadi hozir menimcha darvozabonga, Barselona darvozaboniga. Ashurmatov zarba ham o'sha tomonga tepyapti va bu menimcha murabbiyning ko'rsatmasi. O'ngga teplaring, shu o'ng bilan boshlasalar ishlaring yurishadi deb, undan o'ng qo'yoq bilan chiqish kerak deydi. Va Contreras bu safar ham olmas.
o'zidan o'ng tomonga tashlandi. Ashurmatov o'zidan o'ng tomonga zarba yo'lladi. Bittasida darvozabon otildi, lekin ikkitasida boshqa tomonga yo'naldi. Ne'mat ustunlik paydo bo'ldi hozir. O'zi qaytardi. Va mana bu hujumchiga tep olmasa va ruhiy bosim ham o'tkazdi. Hozir Ne'matov oldinga chiqib, 5-raqamli futbolchiga qarshi chiqyapti hozir. Teo Quintero. Ular chap tomonga tepyapti-yu. Ne'matov bilyapti. Abduvohid. Hoppala. Juda kuchli tepdi. Teo juda kuchli tepdi. Lekin Abduvohid yana topdi. Yo'nalish topganda foydasi yo'q edi. Ammo bu xavfli. Biroz yuqoriroqqa tashlanganida ehtimoli ham bor ekan. Zarba ham juda kuchli edi. Mana endi jamoa sardor Otabek Shukurov. Gol so'rashyapti muxlislar. Gol ursa keyingi zarbani kutamiz. Hal qilib o'tsa va Abduvohid qahramon bo'lishi bir yoqimli his bo'ladi. Jamoa lideri Shukurov. Jose Contreras unga qarshi Otabek Shukurov zarba va ajoyib. Hamma shu tomonga. 10. Duo qildi. Yaxshi ham mana bu o'yindagi olmos taraflarda o'zi o'yin bor. Kanavaran turishi. Sovuqqon. Darvozabon hozir alam qilsa kerak. O'zi ham qo'lini orasidan o'tkazib yuboribdi-da. Otabek ham bir soniyaga hayajondan o'ylanib qoldi. Bitta penaltisiga ham o'xshadi hali, o'ylanib qolgan. Ko'p birlashgan odamlar. Sharhlaganni yuzlab qolganim bor. 5. Mana bunisini qaytarsa, Segoviyaniki qaytaradi. Inter Miami vakilligi qaytarsa, FIFA Series chempioniga aylanamiz. Zarba. Hammasi yaxshi debdi, lekin qolganlar. Endi yakunni gol urib qo'ygan yaxshi o'zi. Usanib kelsin. Ne'matov asablar jangi deb o'zi. Segovia ham o'sha o'ng tomonga zarba yo'llashni ma'qul ko'ribdi. Akmal Mazgavoy zarba yo'llaydi. Face to face ishtirok etmoqchi. Jose Contreras oldinga chiqib unga biroz bosim o'tkazishga harakat qilib ko'rdi. Oxirgi umidida va terma jamoamiz aql markaziga topshirilyapti. Akmal Mazgavoy. Bitta chapga tepdi va shu bilan tugadi o'yin. Va biz yana bir turnirning g'olibiga aylanyapmiz. Juda ham aqlli zarbalar. O'ng tomonga kelib quchoqlayotgani ham to'g'ri. Chunki bitta save eng asosiy masalani hal qildi. FIFA Series turniri g'olibiga aylanib O'zbekiston servislaring. Mana Fabio Cannavaro tabassum bilan qarshi olyapti bu vaziyatni. Jahon chempionatiga chiqqan jamoa FIFA reytingida ham Venesuelani ortda qoldirajak. Penaltilar seriyasida biz ikkita turnir yutyapmiz. Bu endi jiddiy qadam. Ruhiy masalada ancha oldinga siljiganimizni, katta qadamlar tashlaganimizni ko'rsatadi. Reytingda o'zimizdan yuqoridagi jamoani yutganimizni bildiradi. Abduvohid Ne'matov o'yinda bitta qo'pol xatoga yo'l qo'ygan edi, ammo keyin mana penaltilar seriyasida qahramonga aylanib ketyapti. Salomon Rondon hamda Fabio Cannavaro o'zaro suhbatlashmoqda. O'zi seriyada yakunda qahramonga aylangan yaxshi, masalan, Jose Contreras o'yinda qahramonga aylanmoqchi edi. Olmosga aylanganda penaltilar seriyasida esa Olmosning tog'idan olib bu tomonga qarab, bu tarafga zarba yo'llabdi. Ko'z bilan ham yo'q, buni ham bu tomonga bersa gol bo'lar ekan o'zi. Bu tomon Contreras qulolmay chiqadi. 5 ta dabdala bo'ladi. Contreras nahot biror marta ham shu tomonga tashlanmasam deb qulolmay chiqardi. Unga uyqu berish variantini tanladi Akmal Mazgavoy. Jahongir O'rozov, Alisher Odilov, Behruz Karimov kabi, Sherzod Temirov kabi
yangi nomlarni ham terma jamoamizga taqdim etyapti mana shu FIFA Series turniri. Ha, ular ba'zilari avval ham o'yin o'tkazgan terma jamoamizda, ammo o'zlarini mundialga yaqin yana bir bor murabbiyga ko'rsata olishdi. Fabio Cannavaroga Kor stadioni ham bizga omadli kelishdi.